Men o'sha onlarni hech qachon unutolmayman. Uning yoshi katta bo'lsa ham, juda chiroyli kelishgan edi. U kishi onamning oynashi edi. Otam men yoshligimda vafot etgan ekan. Shu kungacha onamni juda ko'p oynashlar bo'lgan. Lekin bunisi boshqacha edi. U menga ham boshqacha qarardi. Uning qarashida nimadir yashiringan edi. Bir kuni onam ishda edi. Men esa uyda. U kishi uyga kirib keldi. U menga sovg'alar olib kelib, menga chiroyli gaplar aytar, asta sochlarimdan silar, yuzlarimdan opardi. Men hayratda edim. Nahotki, bu ongimmi, yo tushimmi? Men uni bo'ynidan osildim. U esa ishtonini yechdi. Men kalta yubkada edim. U meni tursigimni tortib chekkasidan tiqdi. Oh, bunchalar yoqimli. Shunday kirdiki, oyoqlarim qaltirab ketdi. U meni ko'tarib shunday solardi. Juda yoqimli edi. Biz taxminan 20 minut mazza qildik. Men hatto erga tegib ham bunday lazzatni totmadim. Men hozirgacha u kishini sog'inaman.